Bugungi dunyoda hamon ko'plab ayollar bir orzuni yurakdan istaydi. O'z oilasi, mehrga to'la uy va albatta farzand. Statistikaga ko'ra, ayollarning 62% klassik oila modelini orzu qiladi. Ota-ona va bola. Ammo hayot hamisha biz kutgandek kechmaydi. Shunda nima qilish kerak? So'nggi yillarda tobora ko'proq ayollar bir qarorga kelmoqda. Ular bola orzusini erkaksiz amalga oshirishmoqda. Bu yo'l urug' donorligi deb ataladi. Assalomu alaykum. True Crime hikoyalar kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bu kanal jinoyatchilar haqida emas, insonlar taqdiri haqida. Obuna bo'lishni, yurakcha bosishni va izoh yozish yodingizdan ko'tarilmasin. Sizning menga aytadigan yagona rahmatingiz ramzi bu. Endi meni ham lol qoldirgan va siz bilan bo'lishishga undagan voqeani aytib berishga tayyorman. Farzand ko'rishni xohlovchilar klinika orqali, ba'zilari esa maxsus internet sahifalar orqali donor topadilar. Internetda shunday guruhlar borki, ulardan yuzlab, minglab ayollar farzand ko'rish istagini yozishadi. Erkaklar esa aksincha o'zlarini taklif qiladi. Ba'zilar bunga yordam deb qaraydi, ba'zilar esa butunlay boshqa sabab bilan keladi. Ular orasida shundaylar ham borki, bu ishni hayotning bir qismiga aylantirgan. Ba'zilar hatto buni jismoniy aloqa orqali amalga oshiradilar. Bu voqeadagi birinchi hikoya Jon ismli erkakdan boshlanadi. Ba'zida juftliklar qancha harakat qilmasin, taqdir o'z yo'lini qiladi. Ular orzu qilgan farzand tug'ilmaydi. Tibbiyot, umid, hatto mo'jizalarga ishonish ham yordam bermaydi. Ba'zi urinishlar esa afsuski avvaldan muvaffaqiyatsizlikka mahkum bo'ladi. Bunga hikoyamiz shunchaki bir oilaning dardi haqida emas. Bu voqea minglab odamlarning hayotiga ta'sir qilgan, butun dunyoni hayratga solgan hikoya. Jon Niderlandiya fuqarosi edi. Uning hayoti tinch, oilasi oddiy. Birinchi turmushidan 3 nafar farzandli bo'lgan. Ammo vaqt o'tib, Jon shunday qarorga keladi. Endi yetarli, boshqa farzand xohlamayman. Shunday qilib, u klinikaga murojaat qiladi. Unga vazektomiya deb ataluvchi jarrohlik amaliyotini o'tkazishadi. Bu operatsiya erkakning urug' yo'llarini bog'lash yoki kesish orqali bajariladi. Jinsiy hayotga ta'siri yo'q, ammo endi u farzand ko'ra olmaydi. Jon uchun bu oddiy qaror edi, ammo hayot har doim kutilmagan burilishlarga to'la. Yillar o'tib, Jon Joyce ismli o'zidan yosh ayolni sevib qoladi. Joyce quvnoq, mehribon edi va eng muhimi, u onalikni orzu qilardi. Ular turmush qurishdi. Ammo vaqt o'tgan sayin Joycening orzusi yanada kuchaydi. U shunday derdi: "Men Jonni sevaman, lekin onalik bu mening ichimdagi eng katta bo'shliq." Jon esa qo'lidan kelganini qilishga tayyor edi. U shifokorlarga murojaat qilib, vazektomiyani orqaga qaytarish, ya'ni urug' yo'llarini tiklash mumkinligini surishtirdi. Biroq mutaxassislar unga bitta xulosani aytishdi: juda kech, bu operatsiyani endi qaytarib bo'lmaydi. Jon bu xabarni og'ir qabul qildi. U o'zini Joycening orzusini tortib olgandek aybdor his qiladi. Shunday qilib, ular yagona yo'lni tanlaydi: donor orqali farzandli bo'lish. Joyce bir necha kechalar internetda izlanadi. U turli saytlarni, forumlarni varaqlaydi. Bu saytlarda erkaklar o'zlarini donor sifatida taklif etishar, suratlarini, jismoniy belgilarini va o'z elektron pochtasini qoldirishar edi. Joyce bir necha kishilarga yozdi. Kimdir umuman javob bermadi. Kimdir esa tabiiy yo'l bilan degan takliflar bilan chiqdi. Bu albatta Jon va Joyce uchun mutlaqo to'g'ri kelmas edi. Joyce bu haqida keyinchalik shunday degandi: "Men ularni o'qir ekanman, qo'rqib ketdim. Bu odamlar hayotni yengil o'yin deb bilishadi, lekin biz uchun bu orzu edi, hayot-mamot masalasi edi." Bir hafta o'tdi va nihoyat ular bir nomzodga duch kelishdi. U o'zini Jonatan deb tanishtirdi. Ular birinchi suhbatdanoq til topishdi. Jonatan o'zini yoqimli, madaniyatli, bilimli inson sifatida ko'rsatdi. Uning ovozida ishonch, nigohida esa iliqlik bor edi. U ham Niderlandiyada yashardi. Ko'p sayohat qilgan, YouTube'da hatto blog ham yuritardi. Joyce va Jon kechalari uning videolarini tomosha qilishardi. U videolarida gitara chalardi, sayohatlari haqida so'zlab berardi. Turli madaniyatlar, sport, kitoblar, hayot saboqlari haqida gapirardi. Unga qaragan inson bu oddiy, ochiq, dono inson deb o'ylardi. Jon bu videolarni ko'rib, ichidan kulib qo'yar.
uni biroz g'alati, ammo yomon niyatli emasdek tuyulgan edi. Joyce esa jilmayib boshini chayqab qo'yar. Ba'zida eng noodatiy odamlardan ham mo'jiza kelishi mumkinligini o'ylardi. Bir necha hafta yozishmalardan so'ng ular qaror qilishdi. Shartlar aniq, chegaralar qat'iy edi. Jonatan endi Joyce va Jon oilasining hayotida muhim shaxsga aylangan edi. Ularning har uchrashuvi bir xil tartibda o'tardi. Joyce kelardi. Jonatan unga iliq tabassum bilan eshikni ochardi. Keyin esa sokinlik bilan hammomga kirardi. So'ngra u chiqib, kichik shisha idishni hammom javoniga qo'yib chiqardi. Hammasi shu qadar oddiy, shu qadar mexanik ko'rinar, lekin aslida bu lahzalarda bir insonning orzusi hayotga aylanayotgan edi. Joyce bu idishni ehtiyotkorlik bilan olib, mashinaga yugurardi. Yo'l davomida uning yuragi qattiq urardi. Faqat sovib qolmasin deb o'ziga pichirlardi. U uchun bu jarayon orzu va umidning yagona yo'li edi. Uyda esa Joyce o'zi tayyorlagan uskunalar bilan uy sharoitida urug'lantirish, inseminatsiya jarayonini amalga oshirardi. Bu jarayonni hatto internetda o'rgatuvchi videolar orqali o'rganish mumkin edi. Ular shunday qildi. Ko'p urinishlardan so'ng nihoyat bir kun mo'jiza yuz berdi. Joycening homiladorlik testi ijobiy chiqdi. Men testdagi 2 chiziqni ko'rib yig'lab yubordim, deganida keyinroq. Men bunga ishonmasdim. Bu bizning hayotdagi eng baxtli daqiqa edi. 9 oy o'tib, Joyce va Jonning qizi dunyoga keldi. Ularning hayotiga yana rang kirganday bo'ldi. Jon va Joyce minnatdorchilik bilan Jonatandan so'rashdi. Aytingchi, sizda hozircha nechta farzand bor? Jonatan hech ikkilanmay, jilmayib javob berdi. Sizning qizingiz mening 4-farzandim. Oradan bir necha yil o'tdi. Joyce yana homilador bo'lishni xohladi. Ular yana Jonatanni chaqirishdi. Bu safar ularda o'g'il tug'ildi. Ammo Jonatan faqat ularning hayotiga kirib qolmagan edi. Shunga o'xshash hikoyalar Niderlandiyaning turli joylarida boshlanayotgan edi. Yana bir juftlik Natalia va Susan. Ular ham farzand orzusida yashar edi. Internetda ular Looking for a Child deb nomlangan mashhur donorlik saytiga kirishadi. Bir necha kunlik yozishmalardan so'ng ular bir nomzodni ko'rdi. Yosh, chiroyli, uzun sochli 29 yoshli yigit. Profilida yozilgan edi: Men o'qituvchiman. Rasmlari tabiiy, tabassumi iliq, so'zlari samimiy. Unga qaragan zahoti men bu biz izlayotgan inson. Go'yo omad bizga kulib boqdi deb o'ylagan edi Natalia. Ularning yozishmalari juda tez iliqlashdi. Yigit o'zini Jonatan deb tanishtirdi. Ha, bu o'sha Jonatan. Ularning uchrashuvi oddiy suhbat bilan boshlanadi. Jonatan juda e'tiborli, dono, yumshoq so'zli, u o'zini dunyoni yaxshilashni xohlovchi inson deb ta'riflaydi. Natalia va Susan uchun bu tanlov aniq edi. Jonatan ularning farzandlarining otasi bo'ladi. Shunday qilib Jonatan yana bitta oila hayotiga kirdi. Yana bir bola uning izidan paydo bo'ldi. Va bu ro'yxat endi har oyga, har shaharga, har oilaga tarqalib borardi. Donorga muhtoj bo'lgan yana bir ayol bor edi. Uning ismi Nicolet. U ham Looking for a Child deb nomlangan o'sha mashhur saytdan foydalangan. Va albatta u yerda ham Jonatan bilan tanishgan. Oradan vaqt o'tib Nicoletning orzusi ushaldi. U qiz farzandli bo'ldi. U o'zini hayotda baxtli his qilardi. Jonatanni mehribon, muloyim, tushunadigan inson sifatida eslardi. Ammo bir kuni hayot unga g'alati tasodifni sovg'a qildi. Nicolet bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlardi. Dekret ta'tilidan qaytgach, u yangi hamkasbi bilan tanishdi. Hamkasbi ham yaqinda ona bo'lgan edi. Ikkalasi ham tezda yaqinlashib ketadi. Har kuni ishda bolalar, onalik, kechasi uxlamaslik, kichik quvonchlar haqida so'zlashishardi. Bir kuni tushlik payti ular yana shunday suhbatlarda edilar. Hamkasbi shunchaki aytib qoldi: "Bilasanmi, men ham donor yordamida homilador bo'ldim." Nicolet kulimsirab qaradi. Bu g'ayrioddiy emasdi. Hozir ko'p ayollar shu yo'lni tanlashadi. Ammo keyin ular tafsilotlarga o'ta boshlashdi va shu yerda havoda g'alati jimlik paydo bo'ldi. Ikkovining ham donori Gaagadagi bir erkak, ismi esa Jonatan edi. Ular bir-biriga qarab qolishdi. So'ng telefonlarini chiqarib rasmlarni solishtirishdi. Jonatan bu o'sha odam edi. Ularning farzandlari bir otadan tug'ilgan edi. Men qo'rqib ketdim, degan edi Nicolet keyinchalik. Go'yo men kutilmaganda sirli to'r ichiga tushib qolgandek his qildim. Biz o'ylagandik bu shunchaki yordam emas ekan. Bu faqat boshlanish edi. Bir necha yil o'tib, Nicolet yana bir bor hayratda qoldi. Uning yaqin dugonasi, jiyani bilan bir sinfda o'qigan qiz, hatto sobiq sevgilisining yangi tanishi ham hammasi o'sha bir odamdan, Jonatandan farzand ko'rgan ekan. U endi bitta oilaning siri emas edi. Bu butun mamlakat bo'ylab yoyilgan tarmoq edi.
Keling, endi Jonatan haqida so'zlayman. U kim edi? Jonatan Jakob Mayer 1982-yilda Niderlandiyada tug'ilgan. U katta oilada ulg'aydi. 8 nafar bola ichida o'rtanchasi edi. Bu degani ota-ona e'tibori ham, mehri ham yetarli bo'lmagan. Bolalikda u o'zini ortiqcha, e'tiborsiz his qilgan edi. Bir kuni u bolaligini eslab shunday degandi: "Men mehr kutardim, lekin har safar javobiga faqat e'tiborsizlik qaytardi." Shu jimlik ichida ulg'aydi. U kimnidir xursand qilishga, kimnidir ko'zida kerakli bo'lishga harakat qilardi. Ammo bolalikdan qolgan o'sha bo'shliq keyinchalik uning butun hayotiga ta'sir qila boshladi. U kollejda ijtimoiy fanlar o'qituvchi bo'lishga o'qidi. Ba'zan u pochta tashuvchi, ba'zan maktab o'qituvchisi, ba'zan esa YouTube'da bloger sifatida o'zini sinab ko'rdi. YouTube'dagi Jonatan turlicha edi. Ba'zan xushmuomala, bilimli, musiqaga oshno, ba'zan esa g'alati, hayvon jigarini tiriklay yeb ko'rgan, fitnalar va iblislar haqidagi videolar tayyorlaydigan inson sifatida ko'rish mumkin edi. Jonatan o'zini hayot hadya qiluvchi deb atardi. Ammo tobora ko'proq odamlar uchun u xavfli jumboqqa aylanib borardi. Tashqi dunyo uchun u yoqimli, madaniyatli erkak edi, ammo uning ichida boshqacha inson yashardi. Shunday insonki, u yordam bahonasida aslida o'z ehtiyojini qondirardi. Har safar yangi ona, yangi bola, yangi genetik iz. U endi bu bo'shliqni yuzlab, minglab bolalar orqali to'ldirmoqchi edi. Men kimnidir hayotga keltiraman, demak men ahamiyatliman deb o'ylardi. Jonatanning hayoti bir qarashda oddiy edi. Ish, o'qish, do'stlar, kichik orzular. Ammo aynan bir kechada tasodifiy uchrashuv uning butun hayot yo'lini o'zgartirdi. Bu kollej davrida bo'lgan edi. Jonatan va uning eng yaqin do'sti odatdagidek shanba kuni barga chiqishdi. Bir necha bokal pivo, quvnoq suhbatlar va keyin do'stining yuzida jiddiylik paydo bo'ldi. "Jon, biz farzand ko'rmoqchimiz", dedi u. Bir zum jimlikdan so'ng, "Lekin men bepusht ekanman." U avvaliga nima deyishni bilmay qoldi. Ammo shu lahzadan boshlab uning miyasi to'xtovsiz ishlay boshladi. Bir necha soat davomida turli variantlarni o'ylab ko'rishdi. Bolani asrab olish, surrogat ona yoki donorlik orqali homiladorlik. Ammo har bir yo'lning o'z murakkabligi bor edi. Asrab olish yillar davom etadigan byurokratiya. Surrogat ona juda qimmat. Qolgan yagona yo'l urug' donorligi edi. Bu eng oddiy va insoniy yo'l. Shunchaki yordam berish, kimnidir orzusini ro'yobga chiqarish. Do'sti esa bitta shartni aytdi: "Men bolam kimdan tug'ilganini bilishni istayman. Bolamning biologik otasi men uchun begona bo'lmasligi kerak." Bu fikr Jonatan uchun juda muhim bo'lib qoldi. Ammo yana bir muhim sabab bor edi. Bu moliyaviy jihati. Jonatan o'sha paytlarda oddiy ishda ishlab, o'qish bilan zo'rg'a kun kechirardi. Klassik donor banklarda ota-ona har bir namuna uchun 1000 yevrogacha to'lash kerak edi. Donorning o'zi bilan esa 100 yevro atrofida kelishish mumkin edi. Bu pul katta bo'lmasa ham unga yordam berardi va ich-ichidan Jonatan shunday his qilardi: agar men yordam bersam va bundan yana ozgina foyda ham olaman, bu ikki tomon uchun foyda. Oradan 1 yil o'tdi. 2007-yilda 25 yoshida Jonatan birinchi marta Urug' bankidan ro'yxatdan o'tdi. U o'zini dunyoni yaxshilovchi deb his qilgandi. "Men shunchaki istardimki, yaxshi odamlar farzandli bo'lishsin", degandi u keyinroq intervyuda. "Agar men insonlarga yordam bera olsam, demak men foydali insonman." Ammo bu ezgu niyat asta-sekin boshqaruvdan chiqib ketdi. Jonatan shunchaki tibbiy donorlik bilan cheklanmaydi. U internetdagi xususiy donorlik saytlarini topadi, forumlarda yozishni boshlaydi. Har bir yangi post ostida onalar, juftliklar unga yozishardi. Uning profili chiroyli, uzun jingalak sochlar, tiniq ko'k ko'zlar, oq tishlar va quvvat gavda. Ko'plab ayollar uchun bu ideal genlar edi. Men e'lonni joylaganimdan so'ng, oradan 1 soat o'tmay pochta qutimda 4 yoki 5 ta xat bor edi. Shunday qilib Jonatan o'zini yangi rolda sinay boshladi. Endi u donor emas, balki hayot hadya etuvchi edi va bu fikr unga yoqardi. Unga bu kuch bag'ishlardi. U o'zini nihoyat muhim inson sifatida his qildi. Niderlandiya qonunlariga ko'ra, bitta donorning urug'idan 25 tadan ortiq bola tug'ilmasligi kerak. Bu qoidaning maqsadi genetik xavfni, qarindosh nikohlarini va bolalar o'rtasidagi bog'liqlikni nazorat qilish edi. Har bir donor banki bu qoidani qat'iy tarzda kiritgan. Donor keladi, tahlil topshiradi, shartnoma imzolaydi. Unda shunday yozilgan bo'ladi: "Men o'z materiallarimni boshqa klinikalarga topshirmayman." Ammo muammo shundaki, bu shartnomaga hech qanday jazo, hech qanday nazorat yo'q edi. Har bir klinikaning o'z maxfiy bazasi bo'ladi va ular boshqa klinikalar bilan ma'lumot almashmaydi. Yagona umumiy reyestr ham yo'q edi.
Bu esa Jonatan uchun mukammal imkon edi. U buni juda yaxshi tushungan. Keyinchalik tergov davomida aniqlanishicha, Jonatan 11 xil klinikada donor sifatida ro'yxatdan o'tgan. Ulardan ayrimlari faqat Niderlandiyaga emas, balkim butun dunyoga urug' eksport qilgan. Masalan, Niderlandiyada donor uchun belgilangan limit tugagan bo'lsa ham, Angliya, Belgiya yoki Avstraliyadagi bank uni qabul qilishi mumkin. Chunki har bir mamlakatning donor bazasi o'ziga tegishli. Ular o'z ichki tizimi bilan ishlaydi. Boshqa davlatlar bilan ma'lumot almashmaydi. Natijada yirik kompaniyalar juda oddiy yo'lni tanlaydi. Bu davlatda kvota to'ldimi, unda biz uni boshqa davlatga jo'natamiz. Shu tariqa Jonatanning genlari asta-sekin bir davlatdan boshqa davlatlarga o'tib, butun dunyoga tarqalib ketdi. Hisob-kitoblar esa shunchaki dahshatli. Agar faqat bir urug' banki faoliyatini olsak, Jonatan 4 yil davomida har oy 4 kun donorlik qilgan. Bu kamida 200 ta donorlik seansi. Har bir topshirilgan namuna esa o'rtacha 15 ta kichik flakonga bo'linadi. Har flakon bitta farzand uchun mo'ljallangan. Agar shularning barchasi muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa, bu 3000 bola degani. Bu faqat bitta bank orqali. Ammo men yuqorida aytganimdek, uning xizmatlari 11 xil bankda qayd etilgan edi. Demak, nazariy jihatdan bu raqam minglab bolalarga yetadi. Bugungi ma'lumotlarga ko'ra, uning bolalari Niderlandiyada, Germaniyada, Fransiya, AQSh, Meksika, Ukraina, Rossiya, Avstraliya, Kanada, hatto Keniya va Janubiy Afrikada ham bor. Ammo bu faqat rasmiy klinikalar orqali tug'ilgan bolalar. Jonatan bundan tashqari o'z faoliyatini xususiy tarzda ham davom ettirgan. U Facebookda maxsus forumlarda, yopiq guruhlarda faol edi. Profilida tabassum bilan turgan surat, men yordam bermoqchiman degan yozuv, ba'zida ayollar unga o'zlari murojaat qilishga undardi. Jonatan Mayerning bu o'zboshimchaligi bir markazda ishlovchi shifokorlardan biri ish pochtasiga anonim xat olganligi bilan fosh etiladi. Xatda shunday yozilgan edi: Hurmatli doktor, internetda o'z xizmatlarini taklif qilayotgan donor erkak bor. U ehtimol 150 dan ortiq bolalarning otasi bo'lgan. U bir nechta ism ortida ishlaydi. Ota-onalarni chalg'itadi. Go'yo atiga 5 marotaba donorlik qilganini aytadi. Aslida esa u o'nlab ayollarni aldab, uy sharoitida urug'lantirish bilan shug'ullanadi. U bir necha klinikalarda ham faol bo'lgan. Xat shifokorni larzaga soladi. U bu haqida hamkasblariga aytadi va ular zudlik bilan klinikalararo aloqa o'rnatishadi. Natija esa shok edi. Turli klinikalarning ma'lumotlari solishtirilgach, ma'lum bo'ladi. Bir xil genetik material Jonatan Mayerniki o'nlab joylarda tarqatilgan. Faktlar bo'yicha ularning bemorlarida allaqachon 102 ta bola tug'ilgan edi. Bu raqam faqat Niderlandiya bo'yicha. Ammo Jonatan tez-tez sayohat qilgan, YouTube'da videoblog yuritgan. Uning izlari boshqa mamlakatlarda ham bor edi. Shu paytdan boshlab Jonatan Mayer ishi keng miqyosda o'rganila boshladi. Bu endi shunchaki tibbiy masala emas edi. Bu insoniyat tarixidagi eng g'alati va eng xavfli donorlik ishi edi. Shifokorlar o'zaro gaplashib sonlarni solishtirishdi va o'sha paytda ulardan biri shunday degan edi: Bizda 17 million aholilik mamlakat. Endi tasavvur qiling, shu yerda 150 ta aka-uka, opa-singil yashayapti. Ular bir-birini tanimaydi, lekin bir qon, bir gen. Bugun ular uchrashmasligi mumkin, ammo 100 yil o'tib ularning avlodlari 10 ming, balkim 100 mingga yetadi va bir kun ikki qarindosh sevishib qolishi mumkin. Bu fikr shifokorlarni dahshatga soldi. Ular buni genetik portlovchi bomba deb atashdi. Reproduktiv markaz darhol barcha bemorlar bilan bog'lanishni boshladi. Ba'zilar sukut bilan qabul qildi, ba'zilar yig'ladi, ba'zilar esa qichqirdi. Bizni aldashdi. Biz farzandni orzu qilgan edik, lekin bu katta aldov ekan deyishdi. Bu ayollar o'zini xiyonatga uchragan deb his qildi. Ular bolalarining kelajagi uchun qo'rqa boshlashdi. Oradan 2 kun o'tib voqea matbuotga chiqdi. 2017-yilda butun Niderlandiya bu haqida yoza boshladi. Bir donor, hozirgi vaqtda 102 bola. Ammo donorning shaxsini sir saqlash haqidagi qonun sababli hech bir gazeta uning ism-sharifini ayta olmasdi. Na ism, na surat, na manzil, hech narsa. Shuning uchun yangiliklar chiqqan bo'lsa ham, bu yangi oilalarni ogohlantira olmadi. Jonatan hali ham erkin yurardi. Yuqorida aytgan Nikolet degan ayol Jonatan orqali qiz tuqqan tarbiyachi Facebookda maxsus guruh yaratdi. U yerda boshqa onalarni ham taklif qilib boshladi. Ular farzandlarining suratlarini joylashdi. Har bir yangi a'zoni ko'rgan sari yuraklar muzlab borardi. Bolalar bir-biriga aynan o'xshardi. Bir xil ko'zlar, bir xil tabassum va bir xil yuz ifodasi. Guruh tezda o'sdi.
o'nlab, so'ngra yuzlab onalar birlashdi. Ular Jonatan Mayer farzandlari ro'yxatini tuza boshlashdi va Nicolet onalarga taklif kiritdi. Keling, bolalarni tanishtiraylik. Hech bo'lmasa ular kim-kimga qarindosh ekanligini bilishsin. Ular Niderlandiyaning bir kichik shaharchasida uchrashdi. Bu oddiy uchrashuv bo'lishi kerak edi. Ammo kutilmaganda bolalar bir-biriga ikki tomchi suvdek o'xshab ketishar edi. Shu lahza hamma narsani o'zgartirdi. Bu endi shunchaki statistik raqamlar emas edi. Bu inson genlarining xavfli to'qnashuvi edi. Bu paytdan boshlab onalar bir ovozdan shunday qaror qilishdi. Jonatanning ishi sudga oshiriladi. Endi bu shunchaki donorlik emas, bu genetik jinoyat edi. Jonatanning farzandlari soni yuzlab, balki minglab bo'lgan paytda onalar endi bitta savol bilan yashashardi. Qanday qilib biz ularni bir-biridan himoya qila olamiz? Ular bolalarni birlashtirishga, ro'yxatlar tuzishga, DNK ma'lumotlarini jamlashga harakat qilishdi. Ammo Jonatan hali ham to'xtamagan edi. U hanuz yangi ayollar bilan yozishar, o'z urug'larini hadya qilishda davom etardi. O'zini to'xtatishga sabab ko'rmasdi. Bir intervyuda undan so'rashganida, "Siz farzandlaringiz o'rtasida qarindoshlik munosabatlari bo'lishidan qo'rqmaysizmi?" U jilmayib javob berdi. "Yo'q, ularning xavfi nolga teng. Hozir tushuntiraman. Birinchidan, mening bolalarim butun dunyoga tarqalgan. 20, balki 30 davlatda yashaydi. Ikkinchidan, ularning yarmi qiz, yarmi o'g'il. Demak, allaqachon xavf 2 barobar kamaydi. Ko'pchilik oilalarda mendan 2 yoki 3 farzand bor. Demak, ehtimol yanada past. Bundan tashqari ularning yoshi ham turlicha. Kattasi 15 yoshda, eng kichigi endigina tug'ilgan. Ular bir-biriga qaramaydi ham. Odamlar odatda o'ziga yaqin yoshdagi juftni tanlaydi." U so'zlarini davom etarkan, agar ular bir-biri bilan uchrashib qolishsa, oddiy yechim bor. Shunchaki so'rashsin: "Sen donordanmisan?" Axir barcha oilalar bolalariga mening ismimni aytishga va'da berishgan. Kimdir aytmasa, bu ularning aybi. Xohlasa DNK tahlil qildirsin. Shunda bilib olishadi. Qarindoshmi yo'qmi? Xullas, muammo yo'q. Bu mavzuni endi yopish kerak deb o'ylayman. Shu so'zlarni eshitgan har bir ona lol bo'lib qoldi. Uning ohangida hech qanday pushaymonlik yo'q edi. Endi ota-onalarda maqsad bitta edi. Shunchalik katta jamoaviy harakat qilish kerakki, Jonatan Jakob Mayer ismini eshitmagan odam qolmasin. Onalar birlashdi. Ular endi faqat farzandlarini himoya qilayotgan ayollar emas, balki haqiqat uchun kurashayotgan insonlar edi. Niderlandiyada boshlangan bu harakat tezda chegaradan chiqdi. Ikkita ona Avstraliyadan bu haqida butun dunyoga ovoz chiqardi. Ular intervyular berishdi, videolar joylashdi. Aynan shu harakatlar tufayli AQShning 13 shtatida yangi qonun qabul qilindi. Endilikda ruxsatsiz urug'lantirish yoki donorlikdan yolg'on ma'lumot berish bu jinoyat hisoblanadi. Jonatan esa shuncha harakatlarga e'tibor bermasdan o'z missiyasini davom etardi. Shu payt onalar harakati kuchayib bordi. Ommaviy axborot vositalari, telekanallar, jurnalistlar bu voqeani yoritishni boshlashdi. Axborot butun dunyoga yashin tezligida tarqaldi. Bu endi oddiy voqea emas edi. Bu dunyo miqyosidagi mojaroga aylandi. Keyinchalik bu holat haqida Netflix "Ming bolaning otasi" nomli hujjatli serial tayyorladi. Shunday qilib onalar sudga murojaat qilishga qaror qilishdi. Ularning ishi bilan mashhur advokat Mark de Hek shug'ullanadi. U barcha hujjatlarni yig'ib, oilalar tuzgan bazalarni o'rganadi va shunda dahshatli haqiqat yuzaga chiqadi. Faqat aniqlangan holatlarda Jonatan kamida 600 nafar bolaning biologik otasi edi. Ammo bu faqat isbotlangan raqamlar. Aslida esa ularning soni 3000 dan ham ko'proq bo'lishi mumkin edi. Ammo eng katta muammo qonunning o'zi edi. Bu sohada deyarli hech qanday huquqiy mexanizm yo'q edi. Donorlikda axloqiy zarar yoki psixologik oqibat tushunchasi mavjud emasdi. Shuning uchun ish faqat Niderlandiya sudida ko'rib chiqilishi mumkin edi. AQSh yoki boshqa davlatlar qonunlari bu yerda hech qanday kuchga ega emas edi. Advokat Mark de Hek esa yangi yondashuv topdi. U Niderlandiya fuqarolik qonunining boshqa shaxsga zarar yetkazish haqidagi moddasini ishga soldi. Bu faqat bitta ayolning muammosi emas degan edi. Bu yuzlab oilalar, minglab bolalar, kelajak avlodlarga yetkazilgan zarar. Bu genetik xavf, psixologik fojia va inson huquqlarining buzilishi. Advokat sudga quyidagi raqamlarni keltirdi. Agar donor 600 ta bolani dunyoga keltirgan bo'lsa va har biri kelajakda o'rtacha 2 ta farzand ko'rsa, bir asr o'tib bu raqam 38 ming qarindoshga yetadi. 300 yildan so'ng esa 30 millionga. Bu endi shunchaki tibbiy masala emas edi. Bu insoniyat genofondiga bevosita xavf soluvchi holat edi. Ammo bitta katta muammo bor edi. Sud jarayonlari odatda yillar davom etadi. Jonatan esa har oy yangi mamlakatda, yangi ayollar bilan aloqa qilardi. Har bir yangi potensial bola. Uni to'xtatish uchun vaqt yo'q edi. Har bir kechiktirilgan kun yangi hayot, yangi xato demak edi.
Shuning uchun advokatlar va onalar sudni tezlashtirish uchun hiyla ishlatishdi. Ular sudyaga Jonatan hali ham faol donorlik qilayotganini isbotlashlari kerak edi. Agar bu tasdiqlansa, ish favqulodda xavf deb tan olinadi. Ya'ni sud 2 yilda emas, bir necha haftada ko'rib chiqilishi mumkin. Endi hamma narsa shunga bog'liq edi. Qanday qilib uni to'xtatish mumkin? Qanday qilib u hali ham bu ish bilan shug'ullanayotganini isbotlash mumkin? Shunda onalardan biri, yosh ayol 2 farzandning onasi qat'iy qaror qildi. U yangi telefon raqamini va soxta ism bilan profil ochdi. Profilda internetda tarqalgan chiroyli model qizning suratini joylashtirdi. U o'zini Anuk deb atadi. Men yolg'iz ayolman, bola orzu qilaman. Jonatan haqidagi ma'lumotlarni o'qidim. Uning bolalari juda chiroyli. Men ham shunday farzand xohlayman deb yozdi unga shaxsiy xabar orqali. Jonatan deyarli darhol javob berdi. U hali ham o'zini yordamchi deb bilardi. Faqat men bilan ochiq va ishonchli bo'lishing kerak. Shundan so'ng Anuk unga yoqimli ohangda yozishni davom ettirdi. U muloyim so'zlar bilan ehtiyotkorlik bilan uning ishonchini qozondi. Jonatan asta-sekin tuzoqqa tushdi. Har bir yozishmani, har bir ekran suratini saqlab bordi. Uning qo'lida Jonatanning o'z og'zidan chiqqan dalillar bor edi. Bu skrinshotlar onalar guruhiga yuborildi. Ular esa darhol advokat Mark de Heckga yetkazishdi. Shunday qilib, nihoyat sud Jonatan Mayerga qarshi ishni tezlashtirishga rozilik berdi. Sud kuni keldi. Zalda o'nlab onalar, ularning ba'zilari qo'lida bolalar bilan o'tirishgan. Har bir yuragida bitta savol bilan kelgan edi. Nega? Nega bizni tanlading? Sudya unga yuzlandi. Janob Mayer, siz nega bunday qildingiz? Nega yuzlab bolalar dunyoga keldi? Sizni hech narsa to'xtatmadimi? Nima sabab? Jonatan jim edi. Keyin kulimsirab javob berdi. Men o'ylaymanki, har bir inson o'zganini davom ettirishni istaydi. Shu kuni sud qarorini e'lon qildi. Jonatan Mayerga doimiy ravishda donorlik faoliyati bilan shug'ullanishni taqiqlash, uning barcha biologik materiallarini yo'q qilish va har qanday yangi urinish uchun og'ir jarima belgilash haqidagi qaror chiqdi. Ammo eng muhimi, endi uning ismi yashirin qolmas edi. Sud ruxsati bilan uning shaxsiy ma'lumotlari jamoatchilikka e'lon qilindi. Jonatan Mayer endi sirli donor emas edi. Endi u butun dunyo uchun ogohlantirish timsoli edi. Oradan oylar o'tdi. Jonatan Mayerning barcha akkauntlari yopildi. Ammo u qoldirgan iz genetik va insoniy hanuz yashaydi. Bugun uning yuzlab bolalari ulg'aymoqda. Ularning ayrimlari allaqachon bir-birini topgan, ba'zilarini esa taqdir hali uchrashtirmagan.